Do'konimizda bir yoshdan katta bolajonlar yengil samokat olib kelib qo'yganmiz. Bu samokatimiz Xitoyda ishlab chiqargan, sifati yaxshi, balonlar geliviy bo'ladi, yurgan paytda yonadi. Sifati zo'r. Bu samokatimizning yon tarafi yopiq bo'ladi. O'zini o'tirgan o'rindiqlari bo'ladi. Kerak emas payt yechib qo'ysa ham bo'ladi. Yo'qsa ko'tarib qo'ysa ham bo'ladi. Bemalol orqa tarafdan itarib yursa ham bo'ladi. Qo'shimchasiga himoya uchun yana ikkita dona qo'shimcha balon qo'yilgan. Bu balonlarni ham yechib qo'ysa ham bo'ladi bemalol. Orqa tomon tormoz. Qaylishlari ham ancha yaxshi bo'ladi. Samokatni o'zi 70 kilogacha bemalol ko'taradi. Rullar ham ancha baland bo'ladi. Yana pastga tushirsa bo'ladi. Kerak payt hammani qo'shimcha qismdan olib tashlasa bo'ladi. Sifati zo'r. Bu samokatimizning narxi 420 ming so'mdan. Yurgan payti balonlar ham yonadi. Sifati yaxshi. Do'konimizda kutib qolamiz.